Yaxshilab qara. Yo'q, rasmga olmang. Buyingda amini yefsan bet demasam, ha? Ketdik boshlaylik. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan doim gangsterlar, hurmatli do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Bahor keldi, yoz keldi, Ampatrol ham soz keldi deydi-ku. Do'stlar, yana o'sha Ampatrol bahorda vесеннее обострение qanchalik arxiv to'lib ketgan. Telegramda esa bijir yo'q zapalchalarni ko'rmoqchi bo'lsalaring, avvalambor Telegram kanalimga o'tinglar. U yerda kripta, Dostonbek, to'da-suda kira yuguringlar ketyapti. Ha, Dostonbek. Borma ora deydi-ku. Ha, ota, nima bo'lyapti? Xullas kalom, so'qqa qilas, drach qilas yotasiz qarashib. Drach qilish yaxshi ko'radiganlar uchun Telegram kanaliga o'tinglar. Drochkasi monetizatsiya qilsangiz bo'ladi. Har bir qimmatga qo'lingizga pul olsangiz bo'ladi. Ketdik, ko'ramiz moshinda zapal maktab bachalari bilan. Ars Dentalga o'zbek tili, tojik tili, rus tilida bemalol suhbatlashsa bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, shahar bo'ylab 4 ta filialimiz bor. 4 ta joyda bor. Ular o'zlariga qulay joyda tanlasa bo'ladi. Bizlarda faqat stomatologiya emas, bizlarda ko'p tarmoqli klinika, bioterapiya, kardiologiya, ginekologiya, urologiya, plastik xirurgiya, stomatologiya hamma bo'limlarimiz bor. Yaxshilab qara. Yo'q, rasmga olmang. Rasm emas bu, singilcha video tasvirlarga olyapti sizni. Buyingda amini yefsan bet demasam, ha? Qayerda video qayerda olingan? Kim topar? Qani. Bormi shunaqalar? Topinglar, kommentariya yozib qo'yinglar. Qanchaq? O'tiribmiz gaplashib. Qo'tag'im dersan, ko'rib turibdi endi o'g'il bolaning yonida taqamaydi. Taqlatib qoldim. O, mужской solidarность, hurmat, izzat, odob, tarbiya, odobnoma, блядь. Pizes, ajoyib. Akam, вообще bilan hurmat, izzat haqida guringni berdi-ku. Охуеть, блядь, просто ta'riflashga til ojiz bor-ku. Aka hurmat, izzat qilib ana o'qib qo'yibdi ekan. Mayli, ko'ramiz qani nima bo'lgan keyin. O'sha Mehmet eshikni ochiq unda taqsam bo'ladi. Tosh mashinada. Ya'ni eshik ochib sirazni naqi bilan sikishib turgan joyingda ushlasam bo'ladi, lekin shu narsani ushlamadim deyapti. Tush mashinadan deyapti. Ya'ni tasavvur qiling, ketyapsiz, kimdir sikishyapti. Shuni kamerachi tush mashinada dalbayob-da bu videoga oladigan odam. Bunaqalar uka mashina qo'yarish kerak bunday qizlar. Naqo qilasiz bunaqalarga. Ilmingizni xor qilib. Uka, akacha tanbehcha beryapti ukaga. Bunaqalar mana shu yerda qo'yib yuborish kerak deydi. O'zi alojlikka ushlagan yo'q, yopib qo'ymaydi, biladi, mashinada pinxona pismiqchada o'tiribdi. Mashinam shu Matischami deyman-da. Orqasida mana shuncha joy bor-da, biladi. Matiz orqasida drachit ham qo'yib. Onangizlar qanday sikishadi, men hayronman, biladi. Bir to'liqroq odam o'tirib bo'lmasa Matiz orqasida. To'sha mashinada qanchaq? Mana yo'llar menga qarashlik-ku. To'g'ri kelmaydi bu yerda, mana shu yerlar. Mana bu yo'llar menga qarashli, bu yerda to'g'ri kelmaydi. Ayma, bizdes jinni bu odamlar. Bu yo'lda sikishi bo'lmaydi naqoy. Endi bunday o'z hayos qilib ko'ring. Agar dalada fermer emassiz, agar atiz bor. Agar atiz yoniga men shunaqa qilib borib. Qaysi yer? Bu gandon zemlamermi deyman bilan. Agar atiz bo'yida sikishib yotsa, poq qo'ymazmi senga? Sikishadimi, tepishadimi biladi. Bu akani ligisiga tiyib qolibdi afsoniyatiga, tipi uni agaratini oldida kimdir sikishyapti ekan. Pizdes endi naqoy biladi. 15 sotiklar deydi-da. 15 sotikdan berilganmi? Ha, shunaqa deng. Bu meniki seli deyin. Ha, yo'q. 15 ta tutdan berilgan, bu meniki seledi. Yo'q, onangizga. Bu pillachilarmi deyman-da, 15 ta tut bergan bizga. Kakras shu pillazalik vaqtchasi bo'lganda, 15 ta tut meniki, seledi meniki. O'tganni ham, ketganni ham sikaveradi aka biladi. Mashinadan tushirib olana kichkina bo'ldi. Men tashlab qo'yaman o'zim. Voy haromi g'amgin. Bu qizchani tashlab qo'ying, men o'zim uyga tashlab qo'yaman. Akam viqillatib qurvaqaday siksan shu tut poliyada keyin biladi. Tashlab keting. Bu oldindan bor edi. Bilasizmi Dostonbek? Shu omchasi aka tashlab keting bizga. U senga semichkami, onangni sizga tashlab ketasan biladi. Futbollik koptokmi u bilan aka bizga tashlab keting deb. Bitta sikib olay deydi-da, manyak biladi, suka, pedofilcha biladi. Yosh qizchani tashlab ketdi deydi, haromicha biladi. Yo'q, tushirib oling. Lekin cho'chqa chaqirib beraveraman mana. Haromicha biladi. Tashlab ketma, ugrashat qilyapti endi. Ani olib qolib nima qilar? Qani singilcha nima bo'ladi? Sekin qo'lchasini oyoqchasiga qilib pidaras biladi, suka. Gandon naqoy. Nima ushladim uka mana? Gap yo'q mana. Siz ham turibsiz mana, mashina suribdi.
Akacha ham brachkacha shuni yuzchasini tushirib oldi. Brachka ham bizda shaytonni ko'rganda deb qolgan. Urmaysanmi mordasiga bilaydi. Shundan keyin kutiga ketmanini tiqib qo'ysang keyin bilaydi. Shuni mana nomerni olaman. Shuncha ko'chadan bo'ldi. Hech yoqqa keta olmaysiz. Bo'ldi ketaverasiz. Gapim bor bunda. Yo'q. Gapim bor bunda. Shu niyatcha sikish bor-ku. Voy pidaras. Mana shu maniyak hozirgacha ozodlikda yuribdi. Kimnidir niday bor ushlab majburiy qilib tarqatib yubormayman deb sikib yuribdi-da. Bu gandoq qarang. Xullas kalom, bizni bilishimiz bo'yicha ushbu qizchani haliga xo'rlanishga tashab ketmagan, olib ketilgan, ushbu sababdan ham videoni tarqatib yuborgan. Kimda-kim ushbu pidarazni tanisa, вообще o'sha qizga men maslahat bergan bo'lardim. Haqiqatan ham ushbu terpilachani ustidan yozib yuborish kerak naxoy. O'shandagina adolat qaror topadi. Mana hozir sizlar bilan xayrlashib qolaman. Sog' salomat bo'linglar. 15 ta nari yuringlar.